Assalomu alaykum qishloq xo'jalik kanalimiz a'zolari. Mana Samarqand viloyati Urgut tumaniga jatkan remontga berdik. Rahmat sizga ham. San o'zini o'rnatib berdik. Parraylarni olib o'rnatib oladigan bo'ldi. Xudo xolasa may oyida o'rin boshlanadi. Ha, may oyida o'rin boshlanadi. Natijasini xudo xolasa Bo'lsa bo'ldi, bo'lmasa bo'lmadi men aytaman. Telefon nomerimni beraman. Zo'r bo'layotganda men telefonga so'rab olsam, kim so'raydi? bo'laveradi. Xudo xolasa faqat akamiz telefon nomerlarini ekranga o'qib qo'yamiz. Natijasini may oyida telefon qilib so'raverasizlar. O'zi yasalishidan bu natijali bo'ladigan narsa. Men ishonib turibman o'zi bunga. Men o'zim mexanikaga yaxshi tushunganim uchun istakamda ishlab qo'yayapman. Juda ajoyib. Bu narsa o'zi effekt beradigan narsa oldingi holatiga nisbatan. Bu albatta istakamda yuzlarni yorib qiladi. Inshaalloh. Istakam sizga rahmat. Va obunachilaringizga bizdan salom. Çok mayli. Yaxshi qo'ying. Bo'pti, mayli. Samarqandliklarga alangali salom.